Bu mesela bugun sizlar bilan ko'p qatlamli ko'paytirasi haqida gaplashamiz. Mana birinchi misol x plus m, y plus n ko'paytirish kerak. Ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirish kerak. Birinchi ko'p xatni har bir xatini, ikkinchi ko'p xatni har bir xatiga ko'paytirib chiqamiz. Mana bu yerda x ni y ga ham n ga ham ko'paytiramiz. Bu yerdagi m ni ham y ga ham n ga ham ko'paytirib chiqamiz. Boshladik. X ni y ga ko'paytirsam x y bo'ladi. X ni n ga ko'paytirsam x n bo'ladi. Bu yerda hamma ishoralar plus bo'ladi, sababi hammasida ishorasi musbat ekan. Har bir xatlar hammasi musbat ishorali bo'lganligi uchun oralarida plus bo'laveradi. Plus x ni plus y ga ko'paytirsam plus x y, plus x ni plus n ga ko'paytirsam plus x n va plus m ni plus y ga ko'paytirsam plus m y. Ko'plarni ko'paytirib turgan vaqtimizda, ko'paytmasini yozgan vaqtimizda alifbo tartibida yozamiz. Masalan, alifbo tartibida birinchi x ga y keladi-yu, m y, m n, m ni n ga ko'paytirsa nima bo'ladi? m n. Keyingisida a minus 1. Bu yerda 1 manfiy bo'lgani uchun ishoraga e'tiborliroq bo'lamiz. Birinchi a ni x ga ko'paytirsak a x, a ni y ga ko'paytirsa a y, endi minus b da minus b ni x ga ko'paytirsa minus b x, minus b ni y ga ko'paytirsa minus b y. Mana ko'paytmasi quyidagicha bo'lyapti. 11-misolda boshladik. 2y ni 3y ga ko'paytirsam koeffitsiyentlar ko'paytirib olaman. 2 ni 3 ga ko'paytirsam 6, y ga ko'paytirsam y ning ikkinchi darajasi kvadrat. 2y ni 2 ga ko'paytirsam 4y bo'ladi. 2 bilan 2 ko'payadi, y kelaveradi. 2y dan ikkitasi 4y. Navbat minus 1 ga minus 1 dan 3y ga ko'paytirsam qanaqa bo'ladi? Minus 3y. Minus 1 dan plus 2 ga ko'paytirsam minus 2. Mana. Mana bunisida 5x ni 4 ga ko'paytirsa 20x bo'ladi. 5x ni 3x ga ko'paytirsa minus 15x kvadrat ham bo'ladi. Mana koeffitsiyentlar 5 ga 3 15, x ga 2 x kvadrat. Navbat minus 3 ga minus 3 ni 4 ga ko'paytirsam minus 12, minus 3 ni minus 3x ga ko'paytirsam plusdan 9x. 17-misolda 1 ni 3 ga ko'paytiryapman. Mana strelkalar bo'lib qo'yapman. Mana 1 ni keyin nimaga 1 ga ko'paytiraman? 2a ni bunga, keyin bunga. Boshladik. 1 ni 3 ga ko'paytiryapman. 3a 1 ni 1 ga ko'paytirsam 1. Ikkalasi ham musbat bo'lgani uchun 1 ni oldida plus, bu ham musbat. Demak, musbat. Endi 2a ni oldida minus bor, 3a musbat. Demak, 2a ni 3a ga ko'paytmasi manfiy son bo'ladi. 2 kara 3 6, a ga a ni ko'paytmasi 6a kvadrat. Minus 2a ni plus 1 ga ko'paytirsam minus 2a. Tushunarli bo'lyaptimi? Endi bu tomondagi misollarimizga qaranglar. X ni ikkinchi darajasi qatnashgan misol, y dan ikkinchi. X kvadratni birinchi x ga ko'paytiraman. X kvadratni x ga ko'paytirsam necha bo'ladi? Masalan yozdim. X ni uchinchi darajasi. X kvadrat y kvadrat ko'paytirsam x kvadrat y kvadrat. Endi navbat nimaga? Y ga. Ana strelkalar qo'yib. Y ni x ga ko'paytirsam x y yozyapman. Men alifbo tartibida. Mana y x siz ham bo'laveradi, yozganda x y yozishimiz kerak. Alifbo tartibida. Y ni y kvadrat ko'paytirsa y ni kubi. Mana bu yerda m kvadrat ko'paytirsa m ni nechinchi darajasi bo'ladi? 4-chi darajasi bo'ladi. Yozyapman, pastdan yozaveray. M ni 4-chi darajasi. M kvadrat 2 kvadrat ko'paytirsa 2 m kvadrat n kvadrat. Endi navbat minus n ga, n ga navbat keldi. Minus endi
plus n kvadrat ko'paytirsam minus n kvadrat keyin n birinchi n yozyapman. Aniq tartibida o'zi n ni ko'paytiryapman. n kvadrat sizdan bo'laveradi. Yozganda birinchi alifbo tartibida joylashtirishimiz kerak. Minus n ni plus 2n kvadrat ko'paytirsam ishora nima bo'ladi? Minus bo'ladi. Chunki bu minus, bu plus ekan. 2n ni nechinchisi? 3-darajasi. 7b kvadratni 8b ga ko'paytiryapmiz. 7 kara 8 56. B kvadratga p ko'paytirsam b kvadrat p. 7b kvadratni endi 5 ga ko'paytiraman. 5 kara 7 endi minusdan bo'ladi. 35 b kvadrat. Endi navbat 2p ga. Minus 2p ni 8p ga ko'paytirsam minus 16 p kvadrat. Minus 2p ni minus 5 ga ko'paytirsam 2 ta minus nima bo'ladi? Plus bo'ladi. 2 kara 5 10 bo'ladi. Plus 10 p. Mana keyin 7-misolga qaraylik. 2x kvadratni x kvadrat ko'paytirsam 2x ni nechinchisi bo'lib ketadi? 4-darajasi. 2x ni 4-darajasi. 2x kvadrat y ko'paytirsam 2x kvadrat y. Navbat minus y ni ko'paytiramiz. Minus y ni x kvadrat ko'paytirsam minus x kvadrat y. Birinchi x ni joylashtirib olyapman-da. Minus y ni plus y ko'paytirsam minus y kvadrat. Tushunarli bo'lyaptimi? Mana bu 3 taligini ko'paytiramiz. 3 talik ekan. X kvadratni nimaga? X ga ko'paytirishdan boshlaymiz. X kvadrat x ga ko'paytirsam, buni har birini ikkinchi ko'paytirib, har biriga ko'paytirib chiqaman-da. Mana bu usullarga va oxirida buni y ga ham ko'paytirib chiqaman-da keyin. Tushunasizmi? X kvadrat x ga ko'paytirsam x kub. X ni kubi. X kvadrat y ga ko'paytirsam x kvadrat y. Tugadi. Endi x y ga navbat. X y ni x ga ko'paytirsam x kvadrat y. X kvadrat y. Qarang, mana x dan 2 ta bo'ladi, y o'zi keladi. Mana bunga ko'paytirsam x dan 1 ta, y dan 2 ta. Endi navbat minus y kvadratga. Minus y kvadrat x ga ko'paytirsam minus x y kvadrat. Endi minus y kvadrat y plus y ga ko'paytirsam y kub. demak minus y kub. Tushunarlimi? Endi buni ham xuddi shunaqa. Agar mana buni oldin yozib oladigan bo'lsak, n minus p ni buni har birini ko'paytirib chiqsangiz ham bo'laveradi. Mana bu usulda ko'paytirsangiz ham bo'laveradi. Qarang, n ni n kvadrat ko'paytiraman. Birinchi, ikkinchisini ko'paytiraman. n kub. Endi n p ga ko'paytirsam minus n kvadrat p. Buni bunga ko'paytirsam n p kvadrat. Endi ko'paytirib bo'ldimmi? Endi minus p ni ko'paytirib chiqaman. Minus p ni n kvadrat ko'paytirsam minus n kvadrat p. Minus p ni n p ga ko'paytirsam ikkita minus plus bo'ladi. n p kvadrat. Endi minus p ni plus p kvadrat ko'paytirsam minus p kub. Oxirgi misolga qarab turinglar. Mana 12-misol. 3 ta ko'paytirib chiqaman. 3 ta ikkinchi ko'pxatda har biriga ko'paytirib chiqaman. 3 ta 3x ga ko'paytirsam 9x kvadrat, 3 ta x ga ko'paytirsam 3x, 3 ta minus 4 ko'paytirsam minus 12. Minus x 3x kvadrat ko'paytirsam necha bo'ladi? Minus 3x kub. Minus x plus x ko'paytirsam minus x kvadrat. Minus x ni minus 4 ko'paytirsam plus 4x. Sababi x da oldi ham minus, 4 da oldi ham minus. Plus bo'lib ketadi. Tushunarli?